Oziq-ovqat mahsulotlariga sanitariya-epidemiologik xulosa berish tartibi belgilandi. Hukumat qarori bilan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga sanitariya-epidemiologik xulosa berish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Reglamentga ko'ra sanitariya-epidemiologik xulosa 3 yil muddatga beriladi. Ushbu xulosa chetdan olib kelinayotgan mahsulotga, mahsulotning yaroqlilik davriga, yaroqlilik muddatiga ega bo'lmagan mahsulotga esa muddati ko'rsatilmasdan beriladi. Sanitariya-epidemiologik xulosa quyidagi holatlarda olinishi lozim. Yangi mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganda, ishlab chiqarilayotgan mahsulot tarkibi o'zgarganda, mahsulotlarni ishlab chiqarish texnologik jarayonining konstruksiyalari, jamlanmalari o'zgarganda, tajriba uchun ishlab chiqarilgan mahsulotlarga, respublika hududiga olib kiriladigan oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlariga, mahsulot ishlab chiqarish uchun berilgan sanitariya-epidemiologik xulosaning amal qilish muddati tugaganda, ariza beruvchi davlat xizmatidan davlat xizmatlari markaziga kelib yoki elektron tarzda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali foydalanishi mumkin. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi xulosani QR kod orqali tasdiqlaydi hamda bir ish kunida ariza beruvchining shaxsiy kabinetiga yuboradi.